Milliy sertifikatda tushgan 100 ta misol tahlilini qilib boramiz. Bugun birinchisi. Demak, bu misolga qaraymiz. 1 ning kubi plus 2 ning kubi plus 3 ning kubi plus va hokazo 9 ning kubi gacha berilgan va taqsim 2025 turibdi. Biz bilamizki, mana bu ko'rinishda formula bor. 1 ning kubi plus 2 ning kubi plus va hokazo plus n ning kubi bu teng bo'lar edi. 1 plus 2 plus 3 plus n ning qavsda kvadratga. Demak, mana shu formuladan foydalanamiz. Demak, bu 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo 9 gacha bo'lgan sonlarning qavsda kvadrati bor. Ya'ni bu yerda 1 ning kubi plus 2 ning kubi plus 3 ning kubi plus 9 ning kubi. Demak, bu teng bo'ladi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus hokazo 9 gacha sonlar yig'indisining kvadrati. Biz bilamizki, raqamlar yig'indisi 45 ga teng. Demak, bu yerga 45 ning qavsda kvadrati taqsim 2025 deb yozsak bo'ladi. 45 ning kvadrati bu 2025 ga teng. 2025 taqsim 2025. Bu esa qisqarib ketib 1 degan javobni beradi.